Oxirgi paytda Instagramda ko'rgan bo'lsangiz, Rolton, kolbasa yoki boshqa mahsulotlarni mikroskop tagida ko'rsatadi. U yerda juda ko'p mikroblarni, qandaydir qurtlarni, jonivorlarni yurganini ko'rasiz. Shularni qancha iste'mol qilishimizdan qat'iy nazar biz hali ham tirikmiz. Nima uchun kasal bo'lmaymiz? Bunga asosiy sabab ikkita. Birinchi navbatda biz ko'p mahsulotlarni yo pishirib, yo qaynatib iste'mol qilamiz. Qaynatilganda, pishirilganda 90% undan ziyod mikroblar hammasi o'lib ketadi. Ikkinchi sabab bizning oshqozonimiz. Oshqozon ichida shunaqa kuchli kislota borki, bu kislotaga tushgan mikroblar, viruslar parcha-parcha bo'lib ketadi. Shu sababdan biz odatda qancha mikrob, qancha infeksiya organizmga tushmasin, ular parchalanib ketaveradi. Ular oshqozondan dalcha o'tgan taqdirda ham immunitet bor, immunoglobulinlar bor, neutrofillar bor, makrofaglar bor. Ular hisobidan parchalanib ketaveradi. Shuning uchun bizning salomatligimiz yaxshi ekan, immunitetimiz ishlayapti ekan, qancha mikrob kirsa ham, qancha bakteriya kirsa ham biz odatda kasal bo'lmaymiz. Shuning uchun bunaqa videolarni ko'rib, vahima qilib, har narsalarni o'ylab topish shart emas. Shunaqa vahimachi do'stlaringiz bo'lsa, bu videoni yuborib qo'ying.